bulup ketasan, Xivaga gelsen. Ay? Doğru ayttım mı? Ha, beni görsünüz. Gel. 5'ten vursan da büyük ettiresen, ettirdik içinden. Ettirirsen çıkar. Bir açıldı. Bir açıldı. Evet. Kaç turasın? Xursand bulup ketasan. Batır hotdog'a gelsen. Xursand bulup ketasan, Xivaga gelsen. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, assalomu alaykum qadrli podpischilar. Sog' salomatmisiz? Yana bir bora sizlar bilan Oynai Jahon orqali, internet tarmoqlari orqali, Rise Group, Telegram, YouTube kanallari orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Sog'ommisizlar, kayfiyatlar zo'rmi? Bugun Xivadamiz, ko'hna hamisha navqiron Xiva, ochiq osmon ostidagi muzey. Xivada o'zini ajoyib mijozlarga ega bo'lgan, o'zini klientlarga, o'zini auditoriyasini, o'zini odobro'yiga ega bo'lgan Botir Hotdog milliy taomlari, Botir Hotdogni yangi binosindamiz. Bu binoni uchun keldik. Berni reklama qiljakimiz yo'q. Didor bahona g'animat dedik. Berni ham reklama qilamiz. Uning arkasida o'zlarimiz Rise Group kompaniyamiz tomonidan qo'yilgan dekorativniy dekor eshiklarni Botir Hotdogning yangi binosina qo'yib berganmiz. Videoni kuzatishda davom qilsangiz, xudo xolasa, sizlar bilan birgalikda Botir Hotdogga qo'ygan eshiklarimizni Rise Group kompaniyamiz tomonidan qilingan xizmatlarni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Kanalimiz toza, podpiska bosib, like bosib, podpishka qilib tursangizlar, xudo xolasa jonlanib ketsak, inshaalloh yaxshi kontentlar bilan Alloh nasib etsa, Alloh ansat. Zo'r bo'lib ketsa, xudo xolasa, sizlar ham xonadonlaringizda yaxshi kunlar, sizlar ham shu xizmatlarni qilsak, sizlar ham skidga yordam bo'ladi inshaalloh. Demak esa, Botir Hotdogning yangi binosini sizlar bilan birgalikda yo'l olamiz. Ketdik. Endi Botir Hotdog milliy taomlari dedik. Botir Hotdog milliy taomlari restoran. Haqiqatdan ham keng, ishini ham odamlarni o'zi girgandan o'zini jalb etadigan ajoyib bir chiroyli yer bo'libdi. Hali polni 100% bitmadi o'xshaydi remont ishlari. 80% bitib turibdi dedi. Endi shundan 100% bitishini qarab o'tirib, ondat o'tirib bilmadik. Tezlashdik, qistondik o'zlarimiz ham. Shuning uchun ham mena hali bu yerda pardalik ishlari bor. Kafe az ko'chada yomg'ir yog'ib turibdi, loy bo'lib turibdi. Shunga sal berlar chang bo'ldi, loy bo'ldi. Shuning uchun alashtirmaysizlar. Oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Demak, restoranda hozir ro'za Ramazon oyi bo'lgan munosabati bilan soat 17 dan 51 minut o'tdina. Ya'ni 5 dan 51 minut o'tdi. Bugun 23-mart sanasi. Xudo xolasa bu endi 2-3 kundan keyin YouTube'ga qo'yiladi bu videomiz. İftarlık vaqtini yana dasturxonlar döşalib turibdi. Kimda kim shunday iftorlik dasturxon oilaviy bir azzat kelib yeb ichib, tug'ilgan kun, den rojdeniya, farzandlarni yaxshi kunlarini nishonlash niyatida bo'lsangizlar, xudo xolasa bemalol kelib zakaz etaverasizlar. Botir Hotdogning mas'ul xodimlari yozib qolib, xudo xolasa bizning nomimizdan kelsangizlar, skidga ham aytib beradilar. Ulardan ular so'lab qo'ymayın. 30%. Ay! Doğru aytdim mi? Qarg'a masala oldu ish qilib. Yana iftorlikka dasturxonlar tizilib turibdi. Sumalakka dong bor ekan, gap yo'q. Daha hozir bir soatlardan keyin odamlar kelib berdi. Og'iz ochadilar, Alloh nasib etsa. Yana monitordanki bu ko'chalarga qo'ya oladigan monitordan-ku bang. Chenchalik bu. 7,5. 22 kvadratmış da 21,5 kvadrat. Ondan ham ulug'roq bo'laman. 22,5 kvadrat. Demak do'stlar, sizlar aytgan Rise Group kompaniyasi tomonidan qo'yilgan eshiklar, dekorativniy eshiklar shu bo'ladi yana. Buni ko'rsatamiz. Ga yaqinroqqa. Dekorativniy eshik nima? Bu novdan yasaladi. Dekorativniy eshik dekorativniy eshik bu dekor eshiklar deb qisqartirib aytiladi. Bu eshiklar albatta MDFdan yasatiladi. 0,8lik, 1lik MDFdan yasatiladi. Krashenli bo'ladi. O'zingiz sifatini urib ko'rsangiz ham o'zi po'kak emas. Ya'ni ko'p eshikdan ursangizda büyük pattirasan, ettiradi-ku ichidan. Ettirsangiz chiqadi. Bunda bunday sasi yo'q. Eshikni urib ham ko'rsang bo'ladi, deb ham ko'rsang bo'ladi. Chunki Botir Hotdogning yangi binosini qattiq pul ishlatilgan, yaxshi ishlar qilingan, yaxshi eshiklar ham qo'yilganda, shuna loyiq. Ya yaqinroq ko'rsatasan. Qalinlik ham 4,5-4,6 sm bo'ladi. Nalishiklardan ham 5lisidan tanlangan.
Hani chiziqsiz, akkuratniy variantidan tanlangan. Demak, daborlar ham bor, ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Dabor xizmatlari, bunday xizmatlar ham обязательно bizda mavjud. Bemalol kelsangizlar yoki ekranda turgan nomerlarga qo'ng'iroq qilsangizlar, bunday xizmatlar ham qilish imkoniyatiga ega. Hali bu tarafda женскийda odam yo'qmi? Ko'rsatsak bo'ladimi? Mana. Qani? Operator keling. Tamam shu dekorativ eshiklar, dekor eshiklar. Yaqinroq kelib ko'rsatishingiz mumkin. Bu o'yilman, zakonyativ, moshniyativ ishlangan. Fasad emas. Mijozlarning takliflariga ko'ra, talablariga ko'ra dizayn ustimda. Endi bu go'zallik boshqacha go'zallik. Bu o'zgacha atmosfera, o'zgacha stil. Bunday eshiklarni ko'pchilik yerda uchratish qiyin. Kelingadingiz, yaqinroq keling. Bir açıldı. Bir açıldı. Evet. Bu yere sıkı. Azgınlıkla açılıyor. Evet. Yani az bu dakansı açılıp, açılmayan ışık bağında birden ad öttük ettik bu arada. Kaç turası onun da bunca bir. Şimdi yine köp yazanda yaxshi asalab chiqib ketadi. Eshik ko'rib turibsizlar. Yana bir narsani ham aytib o'tchakman. Endi ko'pchilik kommentariyada ko'pchilik podpischilarimiz yozadi. Eshik haqida ma'lumot bering, Dominaje krasheni eshik, dekor eshiklar hisoblanadi. Nal eshiklarni ko'rib turibsizlar. Bu nima deyiladi bo'yicha? Petlasi har eshikka 6 dona petla ishlatilgan. Ko'rishingiz mumkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zamok, Turkiya zamoklari. Hammaga kelgan. Görüp bakarsanız her şeyin 6 petla. Demek. Yine. Korona. Nalishnik. Yaraşıp tuttu. Özü dizaynerlerin şu oldu. Birini proyektin sizli adamlarını, Patrokotop proyektin sizli adamlarını hakşa karab işlettirdik. Hizmetlerimize görüp bakarsanız belki getesizler. Bir narsani ham aytib qo'yacakman, kan yaqinroq kelganingiz. Xudo xolasa bu YouTube'da bu videomuz ko'p prosmotr olib inshaalloh endi Allohga ansib ko'p prosmotr oladigan bo'lsa, Batir Hot Dog haqida, kompaniya ishlari haqida zo'r kommentariy yozgan odamga, ko'nglimizga yaqadan kommentariy yozgan odamga, shu kommentariyasiga eng ko'p like yig'gan odamga bir gün bu tokatdan ketib bilan 2 ok kelib, ya bir o'ziga bersinmi. Kommentariya yozgan odam. 4 top kelsangizlar ham men plastikimdan kirib olmasam bo'ldimi? 4 top kelib yeb ichib ketishni imkoniyatiga ega. Olasizlar yana Batir Hot Dog'dan ham jo'sh berdilar birodlar. Ağalar jo'shdi. Ağalar jo'shdi dedi-ku. Xivochilasa. Ağalar jo'sh berdilar. Ağalar. Qanqacha aralashtirib. Demak, qadrli do'stlar, bu videomiz ham sizlarga yoqdi bitamiz. Shunday kimda kim va shunday dekor eshiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, dekorativniy, o'zgacha noodatiy uslubdagi eshiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, kompaniyamiz showroomlaridan tashrif buyurasizlar. Kompaniyamiz showroomlari Urganchda. Yana bir eslatib o'tchakman. Urganchda Xivoda, Xivo Group'ni yanında Rise Group deb yashil yozuvlar bilan logotipimiz tushirilib, yapıştırılıp duruptu. Qarashni Urganchda eski Turan avtoservis, Kolazotni ko'piridan tushasiz, o'ng tarafga qaraysiz, o'ng tarafda Rise Group deb yozib. Demak, yana nima aytamiz? Kanalimiz toza, xudo xolasa podpiska bosib qo'ysangiz, like bosib qo'ysangizlar, jonlan kelsak, qaytaramiz xudo xolasa to'ylarimizda. Inshaalloh. Demak, sizlar bilan xayrlashamiz, xo'shlashamiz, sog'lik, salomatliklar. Kommentariyani zo'r yozinglar, lekin kommentariyani yaxshi yozmasangiz ham bo'lmaydi. Batir Hot Dog'dan yeb ichar bu. Tizza bo'yi yeb ichar dedi-ku. Batir Hot Dog. Navokatlar bazı trendga chiqib turgan. Hamma narsa trendda, to'g'ri endi bir boshqacha bir menyularga qo'l urib turgansizlar-da axir. Demak, qadrli do'stlar, sizlar bilan xayrlashamiz, sog'lik, salomatlikda, bag'ri butunlikda, keyingi video obzorlarda ko'rishguncha rahmat deymiz. Bizlara syomka olishimizga yaqinda yordam bergan va albatta shu ichamdan girgizgan klientlarni uzr so'rab turib,
bizlere vaqt ajratgan Batir Hot Dog xodimlariga, rahbariyatiga o'zlarimizning minnatdorchiligimizni bildiramiz va omadlar tilab qolamiz, ishlarini omad. Batir Hot Dog'da bizning eshiklarimiz turganidan xursandmiz. Endi bular ham обязательно xursand, chunki arzon aytib berdik. Görüşemiz. Öçürmedin mi?